Hammaga assalomu alaykum qadrli obunachilar. Akalar xohsa bugundan videoni boshidan bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'raverasizlar. O'sha siz qidirgan, siz izlagan qo'ylar haqiqiy zo'rlaridan, tozalaridan kelgan. Xohsa mana qo'ylar yeb-ichishlari zo'ridan, hamma yo'g'i zo'ridan kelgan. Sog'lom, bir aybi yo'q, haqiqiy zo'rlaridan, noyoblaridan kelgan akalar. Akalarda xohsa bo'ladi, soni ko'p, bemalol shu ekran ustida nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Doim bo'ladi bunaqa qo'ylardan. Videoni boshidan bo'lsa biz video suratlarimizni Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib boryapmiz. 2026-yil 12-aprel haftaning yakshanba kuni. Hammangizga qadrli bo'lsin. Deya biz bugun video suratlarimizni boshladik xohsa akalar. Xohsa akalar, bu qo'ylar kimniki deganlarga yosh savdogar Mo'g'lonbekdan. Mo'g'lonbek qo'ylar olib oldingizmi? Xohsa qo'ylar zo'rlardan keldi-ya. Mana akalar, qo'ylarni haqiqiy zo'rlar shu o'zi turadigan variantlaridan qo'ylarni shu olib boqib, qurbonlikka shu go'sht yo'nalishiga boqaman degan ko'kalarimizga videoni sekin jo'natib qo'yasizlar. Mana hammasini dumbarak zezlari, tikka quloq boshlari. Boshqacha haqiqiy zo'rda. Bütün quloq boshlari askariyatga baldag'i bor asosan qo'ylarda. Mo'g'lonbek, bular soni nechta? 23 ta. 23 ta ya. Xohsa akalar, soni 23 bosh. Qo'chqormi, sog'lommi bular? 23 dona qo'chqor shu qurbonlikka olib boqib buni tarbiyalayman deganlarga. Yosh qanaqa bo'ladi? 9-10 oylik qo'zi qo'chqorchalar-a. Haqiqiy zo'rlardan, yuzlari ham tozasidan, zo'rlaridan, elitni hisorisini boqaman deganlarga. Akalarda xohsa soni ko'p, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda 23 bosh qo'chqor bari. Mana buni qaranglar, haqiqiy mana o'zi kashti tuluga kelgan, tulaban bo'lgan mana dumbalari ham. Hamma yo'q tulab bo'lgan variantlardan so'raganlarga qo'ydi haqiqiy zo'rlaridan. Bularni akalar kelib ko'raman desangiz, bunda xohsa lokatsiyaga tashlab beradi. Mana yo'lni bo'yida xohsa bu yoq tarafimiz o'sha Namangan shahridan kelish taraf, bu yoq tarafimizda xohsa o'sha To'raqo'rg'on tomondan kelish tarafimiz bor akalar. Qo'ylarni bir qator to'g'risi bu qo'ylarni quvib yursa chors qo'ylar, hurkak, qochyapti hammasi. Hammasi tuloga kelgan qo'ylar. Yaltirashni boshlagan mana. Simjun tozalarini chiqaryapti junga, haqiqiy tozalaridan. Mo'g'lonbek, narxini nech puldan qilib beramiz bu? Hammasini bir joyga olishsa 5 milliondan. Hammasini bir joyga olsa 5 million so'mdan-a? Xohsa mana akalar. Hammasini bir joyga olganlarga 5 million so'mdan xolos. Dastlabkilar qayergacha bo'ladi? Dastlabkilar Toshkentgacha. Toshkentgacha ketaveradi, 5 pullarni xohsa akalar olaverasizlar. Dastlabkilar qilib arzon narxlarda xos yetkazib beramiz. Mo'g'lonbek, bularda xayriya ham bormi? Ha, bor. Xohsa xayriya ham bor-a? Nech pulga qilib berasiz? Dangal bo'ladi bo'lishi bir yerga, hammasini bir joyga olishsa. Shu 5 milliondan hammasi. 5 milliondan o'tib berasizmi? Nech pulda o'tib berasiz? Dangal gapiringchi. 5 milliondan kami bor. 5 milliondan kami. Mana Mo'g'lonbek, dangal gapiring. Nech pulda o'tib berasiz? Hammasini bir joyga olishsa. 50 mingdan o'tib beraman. 50 mingdan demang, 50 mingga sizga yarashmaydi-yu, Mo'g'lonbek. 100 mingdan o'tdim. Qanchadan bo'ladi shunda? 4 million 900 dan 4 million 900 dan. Mo'g'lonbek, biz ham bitta gap gapiramizda, dangal mashg'ullar hammasini bir joyga olishadi. 4 million 800 ming so'mdan berishadi. Bor akami? Bor aka. Bor aka. Xohsa akalar mana bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohsa qo'ylar Tepaqo'rg'on turibdi mana. Bu jonivorlarni qaranglar. Haqiqiy mana tashti sular bo'lgan mana. O'zi mana chiketadigan haqiqiy zo'rlardan. Mana nomadan razrezlari. Hamma yo'g'i zo'ridan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga xudo xohsa 24 soat aloqada bo'lamiz akalar. Mana qo'ylar hammasini bir joyga olsalar 4 million 800 ming so'mdan, bo'yvaslarida xohsa 80 plus minusda. Ama 90 turadiganlari ham bor ekan shunda xohsa akalar aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Qurbonlikka olib tashlab oling, boqingda xohsa foydani qiling. Qo'ylarni haqiqiy zo'rlardan, tozalardan kelgan aloqaga chiqaverasizlar 24 soat.
aloqada bo'lamiz. Bemalol kechasi kunduz aloqaga chiqaverasizlar. Video shu yergacha qo'yganlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.